Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq tomoshabinlari. Bugun sizlar bilan talabalar shaharchasidagi talabalardan qiziqarli so'rovnoma olib boramiz. Assalomu alaykum. Siz qaysi odatingizni yo'qotishni xohlaysiz? Endi kimda qanaqa bilmadim, men erinchoqlikni yo'qotishni xohlayman. Ko'proq o'sha o'zimdagi hayajonni yo'qotishni, o'sha odatni yo'qotishni. Dangasalik. Ko'p uxlashni. Dangasalik olib borishni. Dangasalik yo'qotishni. Dangasalik. Uxlash. Juda ham kech uxlayapman. Toshkentga kelganlar soat 11larda turaman. Juda ham yo'q deganida. Kech qolishni, kech qolmayman. Menmi? Ha. Cho'sini. Hammasi yaxshi. Ha, hammasi yaxshi. Men yomon odatim yo'q. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Buncha maladesmi? Deysiz. Ko'p ovqat yeyish. Ko'p ovqat yeyish. Insonlardan ko'pincha xafa bo'laman. Xafa bo'lishda-da. Meni bitta yomon odatim bor, ko'p xarajat qilaman. Uyqusizligimni yo'qotishni xohlayman. Ko'p uxlaysan. Ha, yo'q, uyqusizlik deyapman. Chiqadi. Hammasi yaxshi. Hamma odatimni yaxshi ko'raman, unaqa yo'q. Hozirgi kunda hammaga mehribonman-da. Shu odatimni yo'qotishni istayman. Ozgina qattiqroq bo'lishni. Kech turishdi. Men seni ko'ryapman.